Bu qabrda kim yotganini bilasizmi? Biz kimni topdik, bilasizmi? Bu qabrda Xorazmda tug'ilgan bizning buyuk olimimiz, koinot bilimlar sultoni deymizmi, koinot bilimlar asoschisi deymizmi? Xullas eng buyuk astronom, eng buyuk matematik bizning bobomiz Abu Rayhon Beruniy yotibdi. Biz bu joyni juda ham ko'p izladik, mahalliy aholidan izladik. Ming afsuski bu joy Google xaritasida ham aniq keltirilmagan, hattoki sun'iy intellekt ham taxminan mana shu atrofda bo'lsa kerak deb berdi. Lekin biz Kobul shahridan 150 kilometr G'azna shahriga kelib, biz bu qabrni topdik. Avvalgi ma'lumotlarga ko'rganidek, avvalgi blogerlarimiz kelganida bu qabr ikkalasi bir-biridan hech qanday farq qilmas edi. Mana endi kelib ko'rishingiz mumkin. Abu Rayhon Beruniy bobomizning qabrlari ismlari bilan yozib qo'yilgan. Mana atrof qayerga dafn etilgan. Mana. Bu yerdan taxminimcha masjid qurilmoqchi, qurilish to'xtab qolgan. Mana shunday joyda bizning